Yetishmovchiligini sababi, masalan, Cocomelonda shunaqangi ekanki, kadr. Masalan, 1, 2, ikkinchi kadrga almashdi. 1, 2, 3, uchinchi kadrga almashdi. 1, 2, 3. Eng uzog'i 6 gacha sanaymiz, 6 sekund. Mana shu ekan xolos. Ya'ni Cocomelonda kadr tezligi mana shunday. Va endi u multfilmni tayyorlash jarayoni ham qanaqangi bo'lar ekan? Multfilm sinovdan o'tayotganda bola to'liq ko'zini uzmasdan qarab turadigan darajada bo'lguniga qadar unga ishlov berishaverar ekan. Ranglar yorqinligi, qo'shiqni tortuvchanligi, o'sha kadrlarni tezligini yanayam orttirishar ekan. Bundan maqsad bolalarda diqqat yetishmovchiligini shakllantirish. Diqqat yetishmasa nima bo'ladi? Bilasizmi? Bola asabiy, stressda. Borib mana atrofimizda ko'payyapti. Mitti bolachalarimiz magniy ichadi. Mitti bolachalarimiz tinchlantiradigan dorilar ichadi. Nutqi borasida qancha bir mutaxassislar pul topyapti. Oldin logoped nomini deyarli eshitmay ulg'ayganman. Logoped nimaligini bilmay o'sganman, to'g'risi. Keyin bu nom urf modaga aylanib ketdi. Ya'ni bu nima deydi, jamiyatni ehtiyojidan mana shu kasb tepaga ko'tarilib ketdi. Chunki ekran bir tomonlama muloqot. Xo'p, men hamma xatosini tushunganman, hamma zararini tushunganman dersiz. Bu xo'p diqqat yetishmasligi, ko'z nuri, uyquga ham salbiy ta'sir qiladi. Ya'ni bolani uxlamasligini sababi ekran. 6 yoshgacha bo'lgan bola dunyoda shunaqangi, ya'ni chap yarim miya shari javob beradigan jarayonlardan yana bittasi bugun, erta, tush, ekran, bu to'qima ertak, bu multfilm, bu bo'lmagan to'qima obrazni ajrata olmaydi. Olam u uchun bitta kompleks ketadi. Ya'ni umumiy bu olam. Tushi ham o'sha hayoti. Masalan, bola tushida ko'radi-da, samolyot uchayotgan yo buvsinikiga borgan, sizga bola 5-6 yoshgacha bo'lgan bola aytadi. Kecha buvimnikiga borganda manaqa bo'luvdi desa, siz yolg'on gapirma deysiz. Aslida u yolg'on gapirmayapti. Yo tasavvurida shakllantirib olgan u hodisani, yoki tushida ko'rgan. 6 yoshgacha bo'lgan bola aslida yolg'on gapirmaydi. Yolg'on gapirish mavzusi ham chuqur mavzu. Endi soddaroq qilib aytib o'tib ketyapman. Bola mana shu 6 yoshgacha ajrata olmas ekan, endi multfilmda ko'rgan noreal holat. Men multfilm haqida gapiryapman. Shorts videolarni umuman gapirganim yo'q hali. Gapirishga kuchim ham yetmaydi, yig'lab boraman. To'g'risi, uni zararini ta'riflab tugatolmaysiz. Multfilmni men tugatishga harakat qilyapman. O'sha narsalar uni tushiga kirishi, uni qo'rquv hislari va hayotga nisbatan masalan o'ta norealliklar bor-da. Aytaylik, noklar gapiradimi-ye, olmalar gapiradimi-ye, yo bo'lmasam uchishadimi, ajdar bo'lishadimi, olov chiqaradimi, shunaqangi bir to'qima obrazlar, shunaqangi ko'p, bola ajrata olmay qoladi. Ajratishga qiziqishi ham qolmaydi. Hamma narsa aralashib, quralashib ketgan. Shuning uchun 6 yoshgacha bo'lgan bolaga noreal, ya'ni hayotda uchramaydigan obrazli narsalar umuman mos bo'lmaydi. Hatto kitoblar ham imkon qadar real mavzudagi kitoblar bo'lishi kerak. Endi xo'p, zararini tushundik deyarli. Uyqusiga, ishtahasini ham aytishim kerak. Bolalarning ishtahasini buzadigan narsa ham bu ekran orqali ovqatlantirish. Men qizim ishtahasini buzgan narsa ham televizor, multfilm ko'rsa yaxshiroq yeb oladi deb o'ylaganman. Yo'q, chuchvarani xom sanaganman. Meni uyimda ham o'sha qaynona, qaynotamlar hammalari multfilm qo'yib berishadi. Hatto turmush o'rtog'im ham. Biz ham ko'rib katta bo'lganmiz. Bu narsani urush hal qilib bermasligini anglab yetganman. Yordam so'raganman, o'sha telefonga qaram bo'layotgan bolachalarning videolarini ko'rsatganman, bizni yoshligimizni eslatganman. Ya'ni biz o'sha multfilm ko'radigan paytimizga kelganda biz televizordan ko'rganmiz va o'tkazib ko'rmaganmiz ham. Aytaylik, biz mana 2 yoshligimizdan ko'rmaganmiz-da televizor. 2 yoshligimizdan ko'rmaganmiz deyarli. Keyin biz kun bo'yi ko'chada ko'proq o'ynaganmiz, deyarli kam ko'rganmiz. To'g'ri, qishlarda ko'rganmiz, lekin ko'proq ko'chada o'ynaganmiz biz. Ya'ni mayda motorika, katta motorika, mo'ljalga olish, diqqatimiz bilan o'zimiz anglamagan holatda loy o'ynab, tosh o'ynab, arg'amchida sakrab, koptok o'ynab, berkinmachoq o'ynab o'zimizni rivojlantirib ham borganmiz-da. Endi bolalarimiz rivojlantirmayapti. Bir tomonlama muloqot bo'lganligi uchun uni nutqiga ham zarar olib kelib beryapti.
Xo'p, shuncha zararini tushundim. Men tushundim. O'zimni o'sha qaramlikdan chiqishimni tushundim. Endi bolamga qanday tushuntiraman? Birinchisi, yolg'on aytgan gaplaringizni yo'qoting, to'xtating. Bolam, bugun ekranni zarari, mana shu telefonni zararini men yaxshiroq o'rgandim. Endi men bu narsadan to'g'ri foydalanmoqchiman va bunda sendan yordam so'ramoqchiman. Birga 2 yosh bolaga ham gapiravering. Tushunmaydi emas, tushunadi. Mana bu ko'zchamiz hali kichkina. Bitta misol bilan tushuntiring. Bolam, sen bizni shampunimizda bosh yuvib ko'ra olasanmi? Ko'pchilik bolalar hatto o'zini shampunida ham bosh yuvmaydi. Nega shampunlar bolalar shampunlari va kattalar shampunlari qilingan bilasanmi? Kattalarni boshlari chidamliroq bo'lgani uchun ularni kirlarini yaxshiroq ketkazish uchun uni boyitishadi. Seni ko'zing unga achishadi. Bolalarni shampuni soddaroq ishlab chiqariladi, kamroq achishadi. Bilasan-a buni? Ya'ni qayerda kattalar va bolalar narsasini ajratadigan bo'lsa, mana shunday. Shu uchun ham qara, seni ko'zlaring hali kichkina, meniki katta. Meni ko'zlarim ekranga biroz qarab dars qilib olishga tayyor, hali seni ko'zlaring tayyor emas. To'g'ri, bitta ko'rsang og'rib qolmaydi. U sekin asta ko'z nuring pastlab borib, keyin ko'rishda qiynalish muammosi kelib chiqishi mumkin. Uni qachon bilamiz? Maktabga borganingda, doskani ko'rishga qiynalganingda bo'lishi mumkin. U bitta ko'rganingda bittada paydo bo'lib qolmaydi. Keyin o'sha ko'rgan narsalarimiz bizga nima bera oladi, ayt? Nima beryapti? Xursand bo'lyapsan, mazza qilyapsan. Mana shu seni xursand qiladigan boshqa foydali mashg'ulotni men bilan birga qilaylik. Men telefonsiz ham baxtli hayot yashab ko'rmoqchiman. Birga yashab ko'rasanmi? Uni o'rniga nima qilamiz? Nimalar qilsak bo'ladi? Sen bilan birga kitob o'qisak bo'ladi. Sen bilan birga birinchi kitobdan boshlamanglar. Birinchi quvlashmachoqdan, berkinmachoqdan, men ko'ryapman o'yinidan, bir-birini qitiqlashdan, qanaqadir bir pozitiv o'yinlardan boshlaylar. Men birinchi boshlaganim oshxonada vaqt o'tkazish bo'lgan. Tuxum chaqtirganman. Tuxum ko'pirishi bitta mo'jiza bo'lsa, tuxumni qovurilishi ikkinchi mo'jiza, qaynashi uchinchi mo'jiza, ya'ni qaynatilgan tuxum. Bitta tuxum ko'pirib oq ko'pik bo'lyapti, bitta tuxum qovurilib boshqa massa bo'lyapti, bitta tuxum qaynatilib, oldiga uchalasini qo'yib qo'ying. Qara, bitta tuxumdan qanday narsalar qilsak bo'lar ekan. Ko'ryapsanmi bolam? Mo'jizalar, hayotda o'rganishimiz kerak bo'ladigan mo'jizalar qanaqangi ko'p. Oddiy bitta urug'ni suvga solib, uni ildiz ochishini ko'rsating. Ya'ni hayot mo'jizalari bilan tanishtirib boring. Va endi siz sekin asta u bilan munosabatingizni tiklab olganingizdan keyin va bitta narsa, bolam, men seni onangman. Alloh seni menga omonat qilib bergan. Men seni himoya qilishim kerak. Bilasanmi? Men ham senga telefon berib seni xursand bo'lishingni xohlayman. Agar zarar bo'lmagan deb ishon, ertalabdan kechgacha seni xursand bo'ladigan narsani o'sha telefonni birga ko'rgan bo'lardik. Lekin zarar ko'zlarimiz nurini sekin asta kamaytirib boradi, bizni ishtahasiz qilishni boshlaydi, uyqumizni buzadi, tushlarimizga kirishni boshlaydi. Bundan biz hech nima o'rganmaymiz, bolam. Deyarli hech nima o'rganmaymiz. Boshqa mazza qiladigan narsalar ham bor. Ishon, senga yaxshi bo'lish uchun, seni himoya qilish uchun harakatdaman. Bolam, tana seniki. Tushuntirish, himoya qilish meni vazifam. Men 2 yoshida ham Firdavs bilan shunday gaplashganman. Bahonalar ketmasin, bolam eshitmaydi. Eng avvalida eshitguniga qadar siz munosabatlaringizni tiklab olish kerak. Onam dushman pozitsiyasi shakllanib qolgan bo'lsa, birdan sizni tinglab ketishini kutmang. Eng avvalida aytyapman, unga hayotiy mo'jizalarni, birga vaqt o'tkazish zavqini bering bolaga. Hech bo'lmaganda berkinmachoq o'yning. Eng zo'r o'yin, eng sodda o'yin. Masalan, Firdavs bilan o'ynaganimizda uni o'zim berkitib qo'yib, o'zim qidirardim. Topolmaganga solib, "Voy, qayerda ekan Firdavs?" desam, "Men setaman aya" deb qo'yardi. Keyin qiqir kulgi. Bu pozitiv vaqt o'tkazishda. Bola, ishoning, ona bilan pozitiv vaqt o'tkazish turganida telefonni tanlamaydi. Faqat bola ishonishi kerak. Bolani nigohida ona bilan vaqt o'tkazish, so'kish eshitish, tanbeh eshitish, chegaralar qo'yish, taqiqlar yaratish. Siz
alternativ degan narsa bor, bilasizlar, ya'ni bir narsani o'rniga agar adashib ketmayotgan bo'lsam, ikkinchi bir narsani berish. Aytaylik, siz telefonni cheklayapsiz, lekin o'rniga undan ham afzalini bera olishingiz kerak, xolos. Siz shokoladni cheklayapsiz, o'rniga shirin, masalan, arab xurmosi, mayiz, o'rik, shirin, pista, bodam, shirin narsalar bering. Ana shularni, hatto semichka ham shirin, agar allergiyasi bo'lmasa-da, yong'oq, yer yong'oq, o'sha kunjut qandlar tayyorlab bersangiz bo'ladi. Ya'ni o'rniga variant bering. Magazinga kiryapsiz, o'sha chips, krishki shunaqalarga och yo'q bolam, bularni olib berishni xohlayman